Bu tez rezultat, bu asosan farmakologiyaga bog'liq. Endi shu natijasi, siz guvohi bo'lgan eng yomon natija Eng yomon natija o'lim bilan tugaydi. 40 ga kirmasdan o'lim topganlar bor, professional bodybuilderlar ichida ham va professional bo'lmagan shu sport zaliga borib shu farmakologiyadan foydalanib turib o'lganlar ham bor. bitta voqeani aytib bering, misol tariqasida Habibullo aka, ismlarsiz, nomlarsiz. Shunchaki insonlarga hozir mana shu ish ustida turgan yoshlarimizga, do'stlarimizga, umuman erkak zotiga foydali, manfaatli bo'lsin mana shu ma'lumot. Qo'rqitish emas bu. Xo'p. Endi menga bir shogirdim telefon qildi, zalimda odam o'lib qoldi dedi. Men tepasiga bordim va tepasiga borganimda ma'lum bo'ldiki, 26 yoshli yigit, ikkita farzandi bor ekan, o'sha farmakologiyadan foydalangan va o'sha zalli o'zida o'lim topgan. Kameralarni ko'tarib qarashgan, hech kim o'ldirib qo'ymadimi degan narsanigina faqat tekshirishgan va ichini yorganda ham, bari ekspertiza qilganda ham o'sha yurak dosh bera olmagan, vzriv serдца deb berishi mumkin, lekin aslida shunga olib keladigan narsa o'sha farmakologiya bo'lishi mumkin. Eng katta xato, yoshlarimizdagi xato, buni vrach nazoratisiz internetdan o'qiydi hozirgi kunda yoki ChatGPTdan ko'radi. O'rtoqdan eshitadi, misol uni zarari to'g'risida o'ylamaydi. Shu darajada fanatizm bo'lib qolganki, muskuli o'ssa bo'ldi mana.